Siz pastda videoda ko'rib turgan oshxonani bugun o'zgartiramiz. Qani ketdik bo'lmasam, bugun men erta tongdan turdim-da, saharlabdan hamma yoqni birin-ketin yig'ishtirishga tushdim. Pilisos qildim. Burchalaydi. Pilososni nasatkasi olmadi, keyin uni ajratib, bez nasatka hamma kirlarni, changlarni, oqroqdagilarni ham tozalab tashladim. Menimcha hamma ayollar shunaqa bo'lsa kerak. Pechga yoqqanim sababli gilamlarim ancha qorayib ketdi. Shuning uchun gilamlarni ham o'zgartirishga qaror qildim. Chiqqan funksiyasidan siz foydalandingizmi? Men aynan mana shu reelsimda foydalanib ketdim. Keyin esa Talalyuksni Gusto gelidan foydalanib, pollarni, oynalarni hamma yoqni artib tashladim. Haytgancha oynalarsam oynalar deb tushunmay shu joyga teraskalarni tozalab chiqdim. Bu bahona yo'qolib qolgan o'zigam ham topdim. Esimda yo'q, uni xlorga tiqib yuborgan ekanman, uni sekin olib cho'ntagimga solib qo'ydim. Yangi gilamni oldiroqqa surdimda, orqaga yangi kelayotgan mebellarim uchun joy qildim. Oshxona pollarni bunaqangi toza qilib artmaganimga menimcha 2 oycha bo'lib qoldi. Bir yo'la uyim dezinfeksiya bo'ldi. Hash-pash deguncha soat 9 bo'pti. 9 da mebellar kelish kerak edi. Mebellar ham keldi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki men sizga foydali kontentlar bilan bo'lishib boraman. Mebellarni esa birin-ketinlik bilan katta o'g'lim bilan joylab chiroyli qilib chiqdik. Siz kommentariyaga fikringizni yozing. Avvalgi xontaxtalik joyim yaxshimidi yoki hozirgi kreslolik? Videoni esa oilaparvar uyim joyim deydigan ayollarga jo'natib qo'yamiz.